Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun, hurmatli onajonlar. Kuninglarni yaxshi o'tkazasizlar. Bir kun istoriyaga gapirib chiqmaganimga juda ham sog'inib qolman. Bugun kechgacha men hammaga javob berib chiqdim. Direktga SMSlarga ham kelgan, onlayn kursimda kelgan SMSlarga ham, ya'ni Telegramda onlayn kursim o'quvchilarimdan kelgan SMSlarga ham hammasiga o'zim javob berib chiqdim. Va oprosikimda bitta yoshlari katta onajonimiz o'zlari nevarali ekanlar. Ulardan menga iltimos keldi. Nevaralarim uchun rus o'qigim kelyapti, bolalarim uchun o'qigim kelyapti deb aytdilar va onlayn kursimga skidka iltimos qildilar. Shu ayollar hurmatlari, yoshini hurmatlari, faqatgina bir kun iltimos qilaman. Faqatgina bir kun, 2 kun qilib bering, 3 kun qilib bering deb so'ramanglar. Bir kunginaga onlayn kursimga 20% chegirma e'lon qildim. Mendan sizlarga hadiya. Shunda onlayn kursim 1 million so'm bo'lsa, chegirmada 800 ming bo'ladi. 200 ming mendan sizlarga hadiya bo'ladi.